Hazrati Xadija radhiyallohu anha onamiz esa u zotni yupatib, tinchlantirib dedilar: "Hech qo'rquv va xavotirga tushishingiz kerak emas. Xafa ham bo'lmang. Alloh siz kabi bir qulini hech ham sharmanda qilmaydi. Men bilamanki, siz haq gapni gapirasiz. Omonatga xiyonat qilmaysiz. Qarindoshlaringizga yaxshi muomalada bo'lasiz. Qo'shnilaringizga haqsizlik qilmaysiz, faqirlarga yordam qo'lingizni uzatasiz. G'ariblarni uyingizga kirgizib, mehmon qilasiz. Boshlariga tushgan balo va musibatlarining ketishiga yordam berasiz. Ey amakimning o'g'li, sobit qadam bo'ling. Alloh haqqi, men sizni bu ummatning payg'ambari bo'lishingizni umid qilaman." Hazrati Xadija radhiyallohu anha vaqtni boy bermasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan tezda amakisining yoniga bordilar. Varaqa avval Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni yaxshilab eshitdi, voqeani eshitar ekan, Varaqaning rangi o'zgarib borar edi. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlarini tugatganlarida Varaqa hayqirdi: "Quddus, Quddus, bu ko'rganing farishta. Alloh Muso payg'ambarga yuborgan farishtasi Ruhul Qudusdir. Nomusi akbardir. Sen esa bu ummatning payg'ambarisan. Oh, koshki edi yangi dinga xalqni da'vat etganingda men ham yosh bo'lsam edim. Qavming seni yurtingdan quvganida tirik bo'lsam edim." Bu so'zlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamni ancha yupatdi. Agar Hazrat Xadija radhiyallohu anha onamizning o'rnida boshqa xotin bo'lganida edi, bundan keyin qorong'u g'orlarda yolg'iz qolishingga ruxsat bermayman. Hamma qatori barcha ibodat qiladigan joy. Masalan, Haram-u Sharifda nimaga ibodat qilmaysan degan bo'lar edi. Bunday muomala ko'pgina xotinlarning sabrsiz va salbiy fikr qiluvchi johila juftlarning gapidir. Ey mu'mina singlim, eringizga yaxshi ishlar xabarini berish, voqealarni yaxshilikka yo'yish, Alloh haqida yaxshi gumon qilish, uni doim tinchlantirmoq va musibatga duch kelsa, uning yonida turishini o'zingizga shior qilib oling. Uning yonida turishingiz eringizning ma'naviy jihatdan ijobiy tomonga o'zgarishiga sabab bo'ladi.